Samiyada TGV futurninki Rose o'z qursanchi buningki. Rose. Rokon deb turdi-ku. Bu umum qursani ko'rsatgan bo'ldi. Anmiyada selected Rose deb birsi bor. Qara, selected tanlaq emasmi? Selected Rose tanlab olgan qurning soni degan ma'no ko'rsatgan bo'ldi. Buningki count deb xasliq bor umum soni. Buning o'zi tang 0 bo'lsa, bu degan gap tanlamagan bo'lsa degan ma'no degan bo'ldi-ku. Anmiyada message boxdan birsi degan show. Message box degan show. Unda bo'lsa cho'qim tanlab chiqish kerak-ku. Uchama shu o'xshagan xancha yezavray bo'ldi. Qo'mchaga cho'g'an mazmun tanlag'ni. Oxirni ishlamasi kerak-ku. Return. Bunun davomi endi. Bu yerda o'tib ketgan vaqtda nima? O'tib ketgan vaqtda hamda o'chirish mashg'ulotini qilish kerak-ku. Mana buning ID'siga erishishim kerak. Unda string ID. Hisobda kon qildimmi? Kon qilgandan keyin ID'ni o'zi tang ma DVG niki item mashinanki mau tanlab olgan qor deganga. Bayıq anam deb ko'rdik. Item Albatta yozasam o'zini. To'xta, men yozaman. Shitoni ko'ray. Ashlanki bakchi qasli bo'lgan keyin tutib o'g'lanmaydi. Yo'q. Itemda bak, lekin amal itemda yo'q ekan, ha? Itemda yo'q ekan. O'xshamay taxsijini yozishlar ma'lum video yozishmi, obyektlarning xosligini. Mana to'xtab qo'yib turib oldida paqayla xasqiga qurgan vaqtda bayam qiyani qilibsiz ishlarni mashan cho'qan vaqtda mushtaq qilsam ID nima yeb oldi ama ne ismi qaniganki delete sezmasam bo'ldi. Samiyaga string SQL mega delete tapamizmi? Delete from Mesela nemin uçurtmalı stüdyotelni uçurattık. Ama qana zidan spav gitti. Bununki nemisi ID'si birincisi, ikincisi ismi. Çocukun ismi neydi? Stüdyotel. Maniki mana meydin tallaysa adresini ko'rama, login olib turamda. Bomzalık uchun yo'qitib qo'yish deyinga. Meydin çocuk saqlay qo'yrim baba. O'zing shu misolga men ma'nochilikka Sijning ichidagi shipping. Ma'nochi 9-darsni chiqdi. DB ichiga. Shayx bir montaj qursam bo'lib, o'rin navlishdan nasib yo'q buncha. Sonra bir şey tanladım. Tanlagandan keyin ma riji venjansı bir şey tanlab qo'yim olmaydi. Bunu chiqsin to'g'ri qancha taq chiqibchi. Sen mani keyin bayam qilana. Mana shipping o'rtanchiligi Bunun 9-dars. DB ichiga kelib. Ana men studio teldab qo'yganman, deb qo'ygan. Shu kurumda qo'ygan, biyoni qurganman. Biyo studio te shujiku altashna. Altashnamda. Ko'rib qo'yla. DB. Dialog altashna ekanmi? Altashna bo'yicha qurdim. Bunun ichida studio teldab
Biobat deyiladi. Onun keyin Bond resim qatorliq narsalar bor. Nemes, tel, QQ, pick, edit time. 5 ta uçur var. ID baynak. ID ise o'zimizning yaqinligini aytdi. Mumkin ikkinchisi ID. Nemis. Portugalyan zibuldo. Mobigayanti. Mumkin Nemis de ikkinchisi. İkincisi neyimiz? Envar Çargı. Ha. 50 qilgan. Ha. Mumkin tel. 8 o'g'il qizda pam shamfurnon nomeri bor to'g'daymi? Yo'q, teldan bordi. Tel, QQ. Shamfurnon nomeriga asosan nimani tabdigan qildik-ku? Yo'q, unda ham Ha. Telefon nomeri bor. Bordi. Biz yana telefon xotirasiga saymaymiz deb. Stio nima? Ya tellam. Telening keyininchi? Invarchar 50. Rasmi bor uningda? Ha, undan keyin QQ. PDD time. Pick. Pek. IMG. IMG qildi. IDD time. Sizdan tenjaqda. Buni Stio Tel deyapman. Hali bunun bir muchur yo'q-ku. Yo'q. Izdashni yaxshi qila oldingmi? Ha. Manimga. Eski yo'l tanımadı. Eski yo'l keng yaqinmi? İşletmeni alaydı. Deydi bu. Ama şu cükünün adres hatta arasında. Şu cükünün kime şıkkıttım. Kaçlar mı? 2000 baht demez mi? Şu ama şu cükünün adresi yani mi yani? Ben daha züreydi. Ben mancık işlettim mi? Nimedi bu? Nimalar qilib oldik-ku, ne? Yo'q, DBC'dan bor. Mashina bor. Shu ishga ishlatdik qo'yaymi? Ya maaş kitası komsunmaydı da. İşke işletken ha yeni birisi mi yani? Info çıkırdığın yerde mi yani? Oldu mu? Sorun yani. Qo'shdik birisini tanlaydik ha. Qilib men chiqish kerak-da bu. Bir uchirib ochgan. Biz qo'shqandan keyin qayt o'qiydigan qilmoqdik ana. Ha, ashni yozmabdi. Shu ashyon qilayotgan demas qilib Ha, qolgan. men ishlasam, ashnimizni yozmabdi bo'ldi. Mayada bir deb chiqish kerak-ku menda. Chiqmadi to'xtam. Hozir meni o'qiydigan qilaylik. Lekin biz bir go'changa olganmi unda? Futur bir DVD futur. Futurda birisi bor, DVD futurda birisi bor. mana DVD info deb atdi-ku. Ishlatgan yana-da. Buni lab nima ishlatdik? Forumdan oldida. Chigandilam. Yo'qda aql. Mau nama? Buni futur qo'shqanini ro'yxatdan o'qisin deymiz.
uçur qo'shmoq et bo'ldi degandan keyin yoqimiz avval chiqarib o'tib undan keyin yuqoriga chiqsin bo'ldi. Undan biz ma uchirish deganni o'zimiz qanday ID'sini. bu tranko chiqamabdi-ku daha. Message box MySQL bo'lsa where ID tang nima tanlagan ID. qo'shilgan ID ga shunaqa. Endi SQL ijro komanda buni SQL ijro qilsam bo'ladi. Bu komandani qilganligim uchun sen bir go'changa aylantirib olsam bo'lmaydi. Miyada konda bag'am yana. Con connection. Qanaqa oxirlashtirib bo'lmish egazaya. Public static. Void. Qanaqa qaytamisin bo'ldi emasmi? exe SQL deb qilay. Del SQL desam bo'ldimi? Uchirish qilsam bu shitondan uchirish desam bo'ldi emasmi? Mega string SQL connect SQL connection con mana yo'ldimmi? Sen ishkina tevat birsa SQL bilan lenjani tevat birsancha, undan keyin mega SQL komanda cmd tam coin'niki create komanda shunaqa. Sen mushni endi tushunib olgansizlar bolalar, qanday ishlatishni o'zini. Command text tam SQL. cmd buni command type ni o'zi command type mana chiqmadi-ku bu yerda. Mega datani kirgan. Using system data. Ekir oldimmi? Ekirgandan keyin endi bu yerdan sidon chiqdi mavzu command type ni o'zi. Command type deb turamda. Text. Endi nima qilib ijro qilsak bo'ldi-ku buni. Hamma tugadi-ku. Agar mana bir portion qaytolsin mana muvaffaqiyat uchaga uchamaganligimcha. Endi if cmd ni o'zi exclude non query. Mana soliq qiymat qaytardi jilo bir taraf olgancha. Noldan cho'ng bo'lsa muvaffaqiyat ijro qila olgan bo'ldi. Undan keyin bunda bo'lmasa muvaffaqiyatsiz bo'lgan bo'ldi shunaqa. Men bir portion bilan qilib men bo'lan. Bir desat buni false qiymatini beribdi. Muvaffaqiyat ijro qilmoqda qiymatni true qilsam bo'ladi. B ning qiymati tang nima? True shunaqa. Under turn B qilsam bo'ladi. Anmishan cho'qim men connectionlarni aytib o'tishim kerak-da. cmd ni o'zini this tip so'z demak ma'ni yo'q qo'ydim-ku. Del SQL. Jixiya ishlatalaysiz degan gapimda. Mushtashanchuni hammamiz ishlasam bo'ldi. Del SQL deb ma'ni mega. Biz qanday mega konni cho'lmanda. Biz degan shunaqa eng oxirida ochimiz konni deb shunaqa. Bizning konni men form loadlashib olganman bu desatda. Har bir necha chiqmoqdi-ku? İşte qilinglarning yaxshilari bir nechibcha. Unda bo'lganda ziyanning o'zini chiqnab ketmaydi. Ma ichiq bo'l itibassun deb agar konninki state ni o'zi tang connection state open bo'lsa
Mişin kendi izlesem bu. Masi oyununu close koyatken. Close itivettim var. İtet ben si oyununu açtım var. Ben açkan vakitte müşahedemde açkan çokum ma tallangan kan etiş gerek. Şu an ma kısımne en arkadaş çizgin kıldığın vakitte uyuzdular mı müşahede. Miya bir sende. Miya bir ötüp hem DLSQ oyununa biz de pal koçanız mı DB'ninki X. eski yok DLSQ yana kalgan mı? DB. İşte tamam public'te bağım boyutam. Bolin. DLSQ public static bolan. Çıkmadı mı? DBC mi? DB gansı da bağırız bu da. Leyna aslında. Ana. DLSQ bağım mı var? Ben SQL. Andan CO'nun. CO'nun özüm şey itibesem bulda. Beşat qıpağandan kim ma koçanı şitçe. Yakuz mani kendi itibesem bulmadı. CO'nun den close. Aşağı qimmatni tushib qaytsa, shanchu chang'ob ma javob ketish kerak-ku. Men agar mana qimmat true bo'lsa, true qimmat qaytib, true false qimmat qaytardi emasmi yani? Message box yani show jilo shanchu chang'ob shunaqmi? Andan musibetini qayta kirish kerak-ku. No. Ana xalagan bir şeyleyim. Qo'shildi ishnami? Sama uchun çok qasan tanlamay turib. Tanlamadım ne mana? Tanlanib qoldi bayatni. Misal tanlamasak tanlamadan da chiqish kerak-ku. Qarama, pishish yozadi-ku. Tamam, men tanladim. Tanlagandan keyin 3 ketibdi-ku. Voy, xatolik bor ekan. Adam neydi o? Fujin Yufayu so. Tırnak. Hatalı çıkartmam. Olmadı. Mana qimmatli degan qattiq valla. Maniki valuesi debba. To string bu qatta. Value node to string node. Qimmatchi. Vicdan uchun gapni o'zim chiqarib olaman. Buni mishaga kirib olsam bo'ldi. Ma'nogacha. Buyruq ijro qilishni amal bormi? Mishaga. Yakum sasha A5 ga kirib olsam bo'ldi. Agar mega qara message box kirmadi mana. Kirmasiga sabab bo'lsa, biz ma'noga taqin nimani Duxakon leyni o'zini kirimda qilmasmi? Ma Windows Forms topamizmi? Ko'znak. Mana shu ko'znakning leyni kirib sam message box chiqarildi o'ylayman. Anda message box degan boshqa. Anglishlig'imi? Message box degan shu anglishlik. Manda bir yalar vacho buniki. Amallarni sen qanaqa qilsa deganimni go'chong yuzini asosda, endi go'chongcha. Go'chong qurib tenjanim go'chong, shanchunim go'chong, shachinim go'chong qilibcha. Bir qismi ko'pchilik narsalarni go'chong qilsanda.
Ani o'zinglar qilinglar, shancha qilamiz qilmasa so'rash kerak. Ha degan chekkani o'chirish kerak bo'lsa emas kerakchimi? Hozir cheksakli uchirdi qilib turibman. Yana xatolik bor. Meni nol emaskan da u oldida x nimada uni oldiksi kolon ekan shunaqa kolon degani bir deb qo'ygan k indeksi row index aldı o. Bayatda müşteri yazgan koy ha? Bir dep yapmaktım, nol dep yapmaktım bayatda. Mana valuesini to'sishim bor. Hammani churayapti. Shunaqami? Yo'q. Mana shirkani xato ishlatdim. Uchra kirgan vaqtcha kirishimizni qanday formulalar. Hamma uchun kirish kerak qo'yib, SQL jimsimizni yozganda xato yozib qo'ydik. Bir necha yuribdi lekin. Mana bilish kerak emas masalan. Biz SQL desang aniq yo'q jumla kirib qo'ydi yana. Mana. Jurish degan bo'ldi. Ani bir nechani tanlab uchirishni o'zini sizlarga nisbatan topshiriq bor. Qila olasizlar buni? Qilamsizlar? Sinab boq. Yo sinab boqmaysizlar, chuqur qila olishingiz kerak uni. Nima ishsan men SQL jumlasida in deb turib o'rgatgan. Ichida. Ha. Masalan ma'ni qo'shay, ma'ni qo'shaveraychi men qalaman. Yana qilib oldimda sizlarga. Masalan mana talab qildim emasmi? Ko'rdingmi? Hammasini talab uchratmoqchi men yana. Bu vaqtda sen mendan shu bir necha to'xtadi. Men o'tdi. Shopping men o'tdi. Men o'tdi shopping-a. Men o'tdi. Mendan qara. Unda qilsa. ID deb oldik-ku SQL-ni mana. SQL ID bo'lmaydi. Mendan mush ID-ni hammani ma ID-ni olgan vaqtda ulab olasan. For asli o'zinglar qilsanglar yaxshi bo'ladimi shuni? Yaxshi o'zing qilman sizlarni deb o'zinglar qilib bir qatim bir qilishni tanlab ollar. Maqoma qila olasizlar lekin sizlar. Qara aniq row count orqali umumiy solsa qara. Row count orqali tanlab olganning o'zininki ID-si bor emasmi? Pash qo'yib chiqsa. Chiqqandan keyin SQL ning bunday oson bo'lmayapti. Men ma'naki uchirishimiz ham
where deb keldi emasmi? ID tanqimay ID in deysam yani. In degandan keyin tirnoq ichiga masalan birinchisi, 4-chi, 3-chi, 5-chi uchurlarni uchasa, 3-ni bir uchadi emasmi? Mushu bo'lsa tanlab olgan bo'ldi emasmi? Shuni bir şey qanday yozish, buni qalishiltish lazım. Qalishiltib qilsizlar. Bu topshiriq. Bularni uchirishni o'zimdan qildim. Ani o'zgartirishni o'zida. Men ko'rsatma bu topshiriq. Buni qilmasanglar biz qiyib ketamiz. Maqolamiyat tanlagandan keyin o'zgarishni boshqa vaqtda mishalarga chiqish kerak ekan bizga. Kim tushundingmi? Tanlab bo'lib o'zgarishni boshqa mishalarga chiqish kerak. Anima uchur qo'shitiga ishlamaslik kerak, o'zgartirishga ishlaydi menda. Qilib birsa. Mishal o'zgarishni amalga oshiramiz. ishni o'zida qilib kelasizlar. Uchirishdan davomida qilish. Uchirishga qilib qo'ygan chiqadi endi. Mana menni qilmadida-ku. Ha. Ajmo'yin chiqib kelasizlar. Hozir qilib baqsanglar bo'ldimi chiqib.